Assalomu alaykum. Salom. Yandexmidi? Ha, Yandex. Aka, buncha kirish qiyin, sal shoshilyaptimi? Yo'llar ko'rmaysan aka. Probka yotibdi-yu, haqqa edi. Mashina bozorga aka. Bilaman, yo'lda ham vobshe probka bo'lib ketdi. Oxirgi payt umuman yurib Mashina bozordan aka tirikchilik. Ha, shu mashina bozorda aka. Aka. Nima qo'z? Sal qoldi yurib orishingizga odammi aka? O'zim qo'rqib ketdim bari. Tormoz umuman ishlamayapti-yu. Sal qolsa odam urib ketadi aka. Nima bu ahvol? Karotga qo'ydirdim meni-ku. Mashina musragan bor-ku. Umuman to'xtamayapti bor. Aka, o'zim karotga bilan Apollo shug'ullanaman. Yuring, men sizga cho'tkisidan qo'yib beraman. Xudo xolasa shunaqa muammolar bo'lmaydi. Sal qoldi urib ketishingizga odammi aka? Yaxshi to'xtaydimi aka keyin? Ishoning, yetgan joyingiz to'xtaydi. Mashina odam urib ketganingiz nima qiladi aka? 2-3 marta alishtirdim, karotkalar yaxshi chiqmayapti aka. Mana shu aka Moner sikadi. Mashina bozorida ham do'konimiz bor. Kakas, yo'lga bo'lganingiz uchun kirib ko'rsatib ketaman aka. Mana bu o'sha yotgan kalotkam. Nano keramikli bo'ladi, sifati vobshe bomba aka. Aka, mana bu perforatsiyali yaponli. Karbonli bu aka. Gruppalar bor. Telegramdagi o'sha yoqqa tashiysiz, taksi ichida nima deb yurasiz aka. Ha, zo'r bo'lardi. Bitta qo'yasiz, chotki bo'ladi aka. Narxi qimmat emasmi? Narxini qo'yavering, narxi arzon. Sizga tekinga ham beraman aka. Sal qolsa odam uraveradi. Vallahi gapi rahmat. Kimgadir shunaqa sifatli tormoz, sifatli kalotka, opornik kerak bo'lsa, Optim va Dona narxga pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz mavjud.